alaykum do'stlar. Mana shu xonani 10 kishilik qilib chiroylab tayyorlaymiz. Maqsadlar o'zlari olib kelib bergan. Mana ko'rishlaringiz do'stlar, mana pistasi bilan bodamini, hoslarni mana shu pista bodamini 8 kun tayyorligiga chiqaramiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Like, obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Mana do'stlar, hop 1.8 tayyorlikka savollik pista bodamini 1.8 sanaymiz. Qani ketdik. 1 2 3 4 5 6 7 va 8. Mana shunday qilib chiroyli sovsalang do'stlar, qo'yishga oson bo'ladi. Mana do'stlar, hop xonamiz tarvuz so'yilyapti, ko'rishingiz mumkin. Mana yo bismillah qani. Chiroyli chiqsin iloyim. Mashalloh, qizil chiqyapti, chiqani ko'ramiz mana. Voy do'stlar, mashalloh, mana xonamiz tarvuzdan chiroyli qizil chiqdi mana. Xudo xolasa sanab yeb ko'ramiz do'stlar. Do'stlar, so'yish jarayoni mana so'xdimdek, xudo xolasa mana shu bolamiz so'yyapti, chiroylab qarilkalar taqsimlanyapti. Mana qip-qizil qilib ko'rishingiz mumkin. Mashalloh, mashalloh, chiroyli chiqyapti mana. Do'stlar, videoni oxirida like, podpiska bosishni unutmanglar. Ha buni yarmiga do'stlar qolgan ulaveramiz xudo xolasa. Tarvuzlarimiz mana. Qani do'stlar, mana xonamizni ko'ryapsiz. Mana xonamiz chala bo'lib turibdi. Endi do'stlar mevasini qo'yamiz. Qani uzumini ko'rishingiz mumkin. Qani bitta baho beramiz uzumini yeb ko'r, qani. Bu qizil so'yini, bu ham zo'r ekan. Qani uni qorasini yeb ko'ramiz. Mashalloh. Qani do'stlar, bir yaxshi xonamizni qani mevalar qo'yamiz. Ikkita yozamiz mana do'stlar. Xo'sh, buni shaftoli savolamiz birinchi. Taqsimlab olamiz bunga. Mana ko'rishingiz mumkin do'stlar. Mana endi uzumini qo'yamiz do'stlar mana. Xo'p, bitta undan qo'yamiz. Buni shingili katta ekan, buni bo'lib turib qo'yamiz do'stlar. Mana. Buni unga qo'ysak mana, bunisini unga qo'yamiz. Qani yeb ko'ramiz buni ham. Mashalloh, bananni qo'yamiz endi. Mana do'stlar, mevamiz tayyor mana. Buni qontoqtani o'rtasiga qo'yib qo'yamiz mana. O'ta ajoyib. Qolganini video davomida kuzatib boring do'stlar. Do'stlar, gigant qovunimizga navbat. Endi xullas kalomni so'yyapmiz. Mana gigant qovunimizni ta'mini bir ko'rib beramiz. Buni ta'mi ham dunyodagi o'ta eng ajoyib go'zal ta'mlardan biri do'stlar mana. So'yish jarayonida turibdi. Xudo xolasa buni 6 darajagacha chiqarib sharakat qilamiz. Tarvuzlarni startda mana xonaga kirib ketishga. 8 darajada chiqishdi mana do'stlar. Mana qovunimiz mashalloh, bu ichine urug'larni qarang do'stlar. Adena ajratsa ham bo'ladi urug'larni mana bu qovunimiz mana ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, tarvuzimiz qani ketdi xonamiz qo'yamiz do'stlar. Tarvuzni kanketchilarga qo'yamiz buni xudo xolasa do'stlar. Qara. Yo, bismillah mana tarvuz qo'yish jarayoni do'stlar. Xudo xolasa qovun qo'yamiz bundan keyin. Tarvuz yana ko'p bor, yana 5 ta tarvuzimiz bor tarilkada. Qani ketdik, olib chiqamiz kingisini. Mana do'stlar, tarvuzimiz xonamiz so'yapmiz endi. He xudoyim, mana qani. Oppa. Do'stlar, video qiziq bo'lsa menga obuna bo'lishni unutmang. Endi keyingi navbat qovunni olib chiqamiz. Mana qovunimiz do'stlar, mana so'yishyapti buni ham. Ko'rishingiz mumkin qovunini mana. Mana qovunimiz, mana do'stlar. Voy, ajoyib mashalloh. O'ta mazali, mashalloh. Buni ta'mi qovunimiz. Mana endi qovunimizni qo'yamiz. Keyin ham qovunimizga do'stlar mana ko'rishingiz mumkin.
Mana xudo xohlasa qovunni qo'yyapmiz. Mana qovunimiz bitta baho beradi do'stlar. Do'stlar mana qovunimiz yana keyingisi mana xona qo'yyapmiz do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Mana navbatdagi qovunimiz. Ana endi bu xolamizga do'stlar non, suv salatimizga men non qo'yamiz. Qani ketdik. Mana do'stlar birinchi xolamizga suvimizni olib qo'yapmiz. Qani birgalikda suv qo'yamiz sizlar bilan do'stlar. 6 xil suv qo'yamiz. Katta 1,5 litrdan. Qani ketdik. Qani ketdik do'stlar, suv qo'yamiz birgalikda. Qani yo bismillah. Endi do'stlar, bu bekka salat qo'yamiz. Qattiq salat, shay salat qo'yamiz. Nonni oxirida qo'yamiz. Nonni oxiriga nima qo'yish sababini videoning oxirida aytaman do'stlar. Mana do'stlar, birinchi xona salati, shay salati, kinga salati, qattiq salatga. Qani do'stlar, birgalikda qo'yamiz sizlar bilan salatga. 10 kishilik, 12 kishilik xonamizga do'stlar, salat 4 ta suyga 4 ta qattiq salat yetadi mana ko'rib turganingizdek. Endi navbat qattiq salatga. Videoni oxirida obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Mana do'stlar, endi qattiq salatimiz xonamizga qo'yamiz do'stlar birgalikda. Ular bilan mana o'ta go'zal, ajoyib. Uylaringda mehmon kelsa ham, qarindosh urug'lar, sanamdoshlar uylarni gap bersalar, mana shunaqa qilib chiroylab tursalar bo'ladi do'stlar. Do'stlar, xonamizni oxiriga ish qolganda, oxirgi sizlar bilan birgalikda bajaramiz. Qani issiqqina nonimiz, yumshoqqina mana nonlar ko'rishingiz mumkin do'stlar. O'ta yumshoqqina mana do'stlar, issiqqina. Mana do'stlar, oxirgi xonamiz ish qoldi. 10 kishi 12 kishi bemalol kelsa bo'laveradi do'stlar. Shunlar sizlar uchun tayyorlangan. Bitta ko'rsatib oling. Qanot solganini.